chiroyli qizim bilan. Farzandlaridan platsentadan qolgandi, bola tug'ilgandan keyin. Astabda qolgan deganimiz, keyin bularni lecheniya qilib kelgandilar, yana qolgan dedim. Keyin yana dalshi lecheniya qilishganda, undan keyin ko'rinmay qoldi bizcha. Mana shu tozalatgansiz deb o'yladim-da o'shanda. Men hozir oradan 2 oy o'tkazib kelyaptilar. O'zlari ham har xil ajralmalar, tushunarsiz bo'lgan narsalar kelyapti ichimdan, nima deb. Endi matkani ichida platsentarni qalib bo'ldi. Ularni lecheniya qilib o'ziga tushirishgan, yaxshi deb qo'yib yuborishgan qizchani. Вот oradan 1 oy 2 oy o'tkazib, endi mesishni boshlanadi deganda, mesishning o'rniga har xil suyuqliklar, har xil o'zlarining aytishlaricha teriga o'xshagan narsalar ajralib kelyapti deyaptilar. O'sha lecheniya bergandan keyin qaytib kelsangiz, ko'rardik sizda qolganmi yo'qmi.